Qatlnoma shunchaki biz odatda o'qib yurgan hujjatli qissalardan emas. Unda bir paytlar barchani qo'rqitgan Davlat xavfsizlik qo'mitasi seyflarida maxfiy deb saqlangan jinoyat ishlari, shikoyat xatlari va guvohlik ko'rsatmalari asosida voqealar qayta tiklanadi. Abdulla Qodiriyning o'g'illari Mas'ud va Habibullaning arizalari, ularning ko'rsatmalari va zamondosh yozuvchilarning guvohliklari orqali Qodiriy qismati ochiladi. Har bir hujjat orqali katta haqiqat yuzaga chiqadi. Qodiriyga qo'yilgan millatchi, aksil inqilobchi degan ayblovlar mutlaqo asossiz bo'lgani isbotlanadi. Qatlnomaning asosiy g'oyasi adolat va haqiqat uchun kurash. Muallif hujjatlar orqali ko'rsatadiki, totalitar tuzum inson taqdirini bir qog'oz bilan hal qilgan. Asossiz ayblovlar bilan minglab ziyolilarni yo'q qilgan. Qodiriyning aybi esa bitta edi. U haqiqatni yozdi, xalqni uyg'otdi, millat g'ururini asarlarida jonlantirdi. Shuning uchun ham uni millatchi deb ayblab, qamadilar va oxir oqibat otdilar. Nabijon Boqiyning maqsadi faqat Qodiriy taqdirini ochish emas, balki butun bir avlod, o'zbek ziyolilarining yo'qotilishiga guvoh qilishdir. Muallif o'quvchiga murojaat qiladi. Kamina hujjatlarga tilmoch bo'ldim. Haqiqiy oqlovchi esa sizsiz, aziz o'quvchi. Lekin qilichini yalang'ochlab turgan hakam misoli hukm chiqarishga shoshilmang. Avval 7 marta o'lchang, birni ko'rib fikr qiling, birni ko'rib zikr deydi. Bu murojaat o'quvchini tomoshabin emas, balki tarixiy jarayonning ishtirokchisiga aylantiradi. Asarda lagerlar hayoti, odamlarning bedarak yo'qolishi va xalq dushmanlari haqida tarqatilgan yolg'on xabarlar orqali xalqning qanday aldangani haqida hikoya qilinadi. Bir o'rinda odamlar kechalari ham bir-birining qo'lidan mahkam ushlab uxlardi, chunki ertalab ulardan biri bedarak yo'qolib qolishi mumkin edi deb yoziladi. Tasavvur qiling, xalq qo'shtirnoq ichidagi xalq dushmanlaridan qo'rqardi. Yoki minglab odamlar mitinglarda xalq dushmanlarini la'natlab imzo qo'yib Kremlga yuborishardi. Shu tarzda butun jamiyat yolg'onga ishondi va haqiqiy qotillikka sherik bo'lib qoldi. Asarda Qodiriyning hibsdan to qatlgacha bo'lgan yo'li ham hujjatlar asosida yoritilgan. 1937-yil 31-dekabr Abdulla Qodiriy hibsga olinadi. Unga millatchi, aksil inqilobchi degan asossiz ayblovlar qo'yiladi. So'roqlarda uning har bir asari ayb sifatida qo'yiladi. O'tgan kunlardagi milliy g'urur, mehrobdan chayondagi adolat uchun kurash shuro hokimiyatiga qarshi g'oyalar deb baholanadi. Sud jarayoni qisqa va rasmiy o'tadi. Qodiriy himoya imkoniyatsiz qoladi va otuvga hukm qilinganlar ro'yxatiga kiritiladi. 1938-yil bahorida u Toshkent yaqinidagi maxfiy qatl maydonida otib o'ldiriladi. Hujjatlarda aniq sana va joy ko'rsatilmaydi. Go'yo tarixning o'zi barcha izlarni yo'qotishga harakat qilgandek. Qatlnoma tarixning qora va qonli qiyofasi haqida guvohlik beradi. Haqiqatning ustuni ma'lum muddat yopib qo'yish mumkin, ammo uni butunlay yo'qotib bo'lmaydi. Abdulla Qodiriyning nomi, asarlari va ruhi tirik. O'tgan kunlar, mehrobdan chayon kabi asarlari o'zbek xalqining ma'naviy merosi sifatida yashaydi. Qatlnoma nafaqat Qodiriyning fojiali taqdiri, balki xalqning ham boshidan kechgan og'ir kunlar haqida. U bizga doimo shuni eslatadi: jamiyat qachonki haqiqatdan yuz o'girsa, o'sha payt zulm va jinoyat avj oladi.